Qo'nqi kuyovingiz meni urib, uydan haydab yubordi. Nima? Hozir men borib uni. Kuyovingiz oldiga borishingiz shart emas. Ha? Qo'lingizni oling. Uzr, yomon tegmadimi? Uyingizga ekanmi, chuqur ko'rsin. Yo'lkaga puling bormidi? Yaxshi yetib oling, kinnoya. Oyi, bekor qaychi quda bo'lganmiz. Nuqul qudalar bir-birimizga qarab ish tutamiz. Nima, xalaqit beribmanmi? Yo'q, mazza-yu, prosta san kelganingda keyin ketishi yomonda. Shalpaymasdan tush oldimga. Quda? Hoy quda. Ye, kelinglar, oyi. Quda xola. Ha, quda. Qizimizni sizga mushoq urish uchun bergan ekanmiz-da. Oyi. Ha, biz ham qizimizni koptirga o'xshab tepishinglar uchun bergan ekanmiz-da. Ya qitig'lama. Voy quda, o'rgili hazillashaman-da. Qani kelin bitta choy damlang-chi. Mayli qo'ying, bizani kelin damlab beradi. Bora qoling kelin. Boshlandi. Keldingmi? Mendan xafamisan? Aka, voy, oshxonani ahvolini qaranglar. Men qizlik davrimda chinni chiroq qilib olib o'tirar edim. Ha, Sardor aka, men ham uyga borganda ko'rdim oshxonani, qo'rqib qochib chiqib ketdim. Keling bo'ladi, saniki qaynasing. Xullas o'zinglar hal qilinglar. Choy qani endi? Quda xafa bo'lmaysiz, kelinim sal beparosatroq-da. Voy quda, sirayam xojalat bo'lmang. Meni kelinim siznikidan battar. G'irt mol. Voy quda, shunaqa aqlli, shunaqa chiroyli qiz tarbiya qilgansiz. Sizga ming rahmat. Voy aylaning quda, voy sizni qizingizni ta'riflashga til ojiz. O'ynoning, sassiqcha. Bo'pti opa, yaxshi aytib olinglar. Voy quda, kenja o'g'lingizmi? Ha, buni ham uylantirishimiz kerak, qiz qidiryapmiz. Voy, meni kichkina qizim ham yaqinda o'qishda bitirdi. Yo'q, faqat bu emas. Foti. Zuhra. Garangmisan, nimaga qaramaysan? Yana adashtirdingiz-da, qaynajon. Yo'q. Voy, nimaga ajrata olmaysizlar? Fatima Zuhra bir xil bo'lgani bilan xarakteridan ajratib olsanglar bo'ladi. O'sha-da, oyijon. Xush. Fatima g'irt olsa, Zuhra sal jirt-jirtroq. Sardor aka yarashibdimi? Ha. Sizlar ha deb adashmasligingiz uchun oxiri ikki xil kiyim oldik. Endi ajrata olasizlar? Ha, Fotimaniki gulli, Zuhraniki atlas. Fotimaniki gulli, Zuhraniki atlas. Fotimaniki gulli, Zuhraniki atlas. Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? Ha, ish qilyapman-da. Nima deyatdim? Ha, Fotimaniki atlas, Zuhraniki gulli. Hormat. Tavba qildim. Ha, o'zing noma Fotimani adashtirmadimi? Yo'q, men Toningni ko'tarma. Ana ilon siningga o'xshab jirrillaysan. o'sha ilon Zuhramanman. Da. Ha, yo'q, hazillashda mana toshbaqaman. Kelin, darsingizni biznikida qilyapsizmi? Fotimaman. Ha, sen o'lib qolsang dars qilmasding. O'shanga hayron bo'ldim-da. O'qituvchiman-ku, sertifikatga tayyorlanmayapman. Uyda tayyorlanasanmi? Ana undan ko'ra premium o'quv markaziga bor. Faqat shu yerda maktab, kollej, oliygoh ustozlarini ham maxsus imtihonga tayyorlashadi. Arab tiliga 7 yoshdan qabul qilinadi. Eng asosiysi qizlar va yigitlar uchun alohida ustozlar dars berishadi. Rus tili o'qituvchisi Moskvada o'qib kelgan. Har oyning 3-yakshanba kunlari mock imtihonlari bo'lib o'tadi. Meni ham o'qitasiz, tushundingizmi? Bo'pti, adasi, men o'qishga ketyapman. Aha, Bo'pti. To'xtang, pul bermaysizmi? ha bu sani xotining ekan. Sizga. Yo, saniki. Aka, to'xta. Dadasi, men gapga ketdim, o'rtoqlarim kutib qoldi. Yo, darsingchi? Voy, bir marta poddeshka qilib turib, o'zingiz o'tib turing, tavba qilsa. Men matematika o'qituvchisiman-ku. Ustoz. Yo'q. Hech qanaqa savol mumkin emas, jim. Bugun takrorlash. Xo'p, ustoz, mo'g'ullarga keluvdik. Chingizxon bilan kim urushgandi? Ha, Chingiz bilan Nigin urushgan. TikTokda yomon katta battle bo'lgan. M-I-R. Yes. Good afternoon, teacher. Good night. Very good. Senlar bu odamlarning qidiriyman. Dars paytida nima qilyapsizlar? Hamma yo'lni supurib. Ustoz, subotnik qilayotgandik. Nima? Subotnik qaysi to'g'mi ye? Beparasa tupoy sanlarni subotnik olib chiqdi. Ko'rsatlaring menga. Supurish yo'li bilan qutulmoqchimisanlar? Devorni ham o'qilalaring. Boroqaq opchi. Dadasi, obedga chiqasizmi? Ha? Ya, sizlar bemalolman, uyda olib kelganman. Ha. Sizga ovqat kim qilib berdi, men shetdaman-ku. M-I-R. Ovqat qilaykin. Abdumanov, men tarix o'qituvchisi, sizga kim bo'ladi? Namchasiga yopishib ekan. Bu Bilaman, tanimaysiz. Yomon basharasi sovuqda. O'zidan kimni yasab olgan? Tavba qildim. Nima demoqchi edingiz? xotinim demoqchi edim. Yur. Dadasi, payshanba kuni ochiq darsimiz bor, esingizda, malakangizni oshirdingizmi? Men payshanba kuni boshqa joyda ochiq darsim bor. Kim bilan?
Ehtiyot bo'l, chiq. Uf, menga qarang kelin, sizni tug'ishdan boshqa ishingiz yo'qmi? Voy oyijon. Ketma-ket poqqalatib tug'ib tashlaysiz. Ha, bularni kim katta qiladi? Oyi, Menga qara Sardor. Ovutbetga ketsang bo'lmaydi, komandirovkaga. Uyga o'tiravermasdan. Uf, menga qarang kelin. Yosh paytingiz tug'ib olmaysizmi? Keyinroq tug'arman. Ma'mingiz ham 10 ga kirdi. Mani bechora o'g'lim bitta bilan o'tib ketadimi? Figuram buziladi. Mani qaynonam 12 ta tuqqan. Mani o'zim 8 ta tuqqanman. O'lganimiz yo'q. Eringiz qayerda? Tez chaqiring uyga. Qaysi biring sindirdilaring? Kelin, mana ko'rdingizmi? Faqat o'g'il tug'urasiz, mana ahvol. Voy uzr oyijon. Gala o'g'illaringizdan foyda yo'q. Ertaga katta bo'lib uylanib, xotinlarini pinjiga kirib ketadi. Undan ko'ra bitta qiz tug'ing, u mehribon bo'ladi. O'shandan foyda. Uf, bu kelinim ichi to'la qizmi deyman, hovlini polni qizga to'ldirib yubordi. Menga qarang kelin, umringiz polni zaxtda o'tib ketmaganmi? Mani o'g'lim ham o'g'il ko'rsin, sunnat to'ylar qilsin. Qiz bola bo'lmaydi, yirtiqqa yamoq bo'lmaydi. Ashnaqa. Zavtriga bo'ldimi deyman, chiqmayapti-yu. Guli olib keldim. Olib keldingizmi? Sho'rbodiringmi? Bir qo'limda onama, bir qo'limda ayolim. O'rtada vadang ham bor, olib kelsa aksiya qilaman. Chaqirasiz, mana chisnoylari bor ekan. Dada, meni xotinim ham homilador. Bechora issiqda qiynalib ishlayapti. Bu nima qilganinglar? Ha, ishlaydi-da, mayfaytga oling, taqdirlar bo'lyapti kampir. Dada, baribir gazak semishka zo'rda. Ta'mi ham zo'r. Ichidan $5 pul ham chiqyapti ekan. Uf, jonimga tegib ketdi. Biz homiladormiz. Ozgina yordam beringlar. Omborxonada tug'ib qo'ymanglar yana. Endi chumchuq bo'lib bering. Dada, keliniz g'alati toksikoz bo'pti. O'zing ayt. Dada, sizni umuman ko'rgim kelmayapti. Bosh ko'zimga ko'rinmang. A turib qolmasin kelinglar. Fatih yana Zuhra bilan bir xil kiyinib oldingmi? Nima qilay? Hamma kiyimlarimiz bir xil-da. Hech bo'lmasa prическaing boshqacha qilib olsang bo'lardi. Nimasini ajratolmayman demoqchimisiz? O, men qarani Zuhraga quloq solmasdan o'zing bilib tanlagin. U seningda deb degan narsa yo'q. Opam narigi do'kondalar qaynaka. Yo'q, boshlandi. Ko'rgan narsang yopishavermasdan mashq pul yetkazgin, tushundingmi men o'sha? Akangiz pul berdilar, qo'yavering qaynajon. Adasi. Voy, bu vobshe bo'lmaydi, yig'ishtirib ketdik. Bu yoqdami? Men senga bu ko'ylak bo'lmaydi dedim. Ne yana kiyib olding? Yesh tez. Yo'q, buni Aka nimasi yo'qmi? O'zim tanlab berdim kelinizga. adasi. Voy, Zuhra rosa yarashibdi. Bizlarniki qancha bo'ldi? Общий 1,5 million. Aha, dadasi. Xos. Ma'mullarni hisoblab berasizmi? Bo'ldi, nima oldinglar? Opa, soqoligini topdingizmi? O'zi mana shu ayollar bilan birga bozorga kelib bo'lmaydi. O'tlab ketadi, qidirib yurasan keyin. Aka, siz ham qiynalib ketdingizmi, shularni ajrata olmay? Sen shunaqa bo'lsang kerak, men bittada ajrataman. Ana kenay. Ergash aka. Hali ham turmadimi bu? Kelin! Voy, uzr oyjon. Ha, o'lib qoldingizmi? Soat nechi bo'ldi? Oyi, nima qilib to'xlasa soat endi 11 bo'ldi-yu. Nima? Uydagi ishlarni o'zingiz yugurib tursangiz ham bo'ladi. Chaqirib qolganingiz yo'q. Qanday qon yurishadi-da? Voy, tush ko'rmayapmanmi? Ha, unaqa qarayapsiz. Sezmaganimni qarang. Ko'ylagingiz eskirib qopti-yu. Sirroshni yangisini olib beraman. Voy, shart emas, adasi, hali yangi-yu. Topganim sizniki onajonisi. Aytgancha, telefonim bir maza qilib tutasizmi? 0404. O'rtoq bo'la qol, ketdik choyxonaga. Nima? Choyxona? Hech qayerga bormayman. Xotinim bilan uyda o'tiraman. Supuravering.
Bunaqada kurukdan ajrab qolasan. Menga o'rtoqlaring ham, kuruging ham bir tiyin. Hammang kopeykasanlar. Va shu meni qaytib chaqirmalaring. Pashol. Yuring. Onajonisi bo'la qoling. Tinchlikmi adasi qatga? Ha, oyizni. Yo'q-e. Oyijonimizni ko'rib kelamiz. Voy, kecha borib keldim-ku. Yana boramiz. Har kuni boramiz. Yaxshi uyga olib kelaylik, biz bilan yashaydilar. Bolachi. Bolalardan umuman xavotir olmang. Ularni Dream School maktabiga beramiz. Dream School? Ha, zo'r maktab. Hozir birinchi rus va o'zbek sinflariga qabul boshlangan. Yangi o'quv yilidan 5-6-7 sinflar uchun ham rus sinflari ochiladi. Eng zo'r tomoni ot choptirish va kamondan o'q otish bo'yicha ham darslar davom etyapti. Ingliz tilidan sertifikatga tayyorlab xorijga o'qishga ham yuborishadi. Adasi, rostdan haydoringmi? Haydagingiz kelib turibdi-yu. Bitta bosing. Indamizku to'g'rimi? Endi cheres sur lekin indamagan sari vash o'zingdan ketding, boshga chiqib qolding. Stop! Bo'ldi. Prankida. Ishondingiz, ha? Bu temir topiladi-yu. Ketdik. Adajon, kim ekan? Ishxonadan boshlig'im. Ma gaplashasanmi? So'rab ham bo'lmaydimi? Mayli, yaxshi o'tiringlar. Yaxshi borib keling. Voy, telefonim qolib ketdi. Olib chiqib ber. Xo'p. Telegramga ham kirchi. Voy, hozir shoshmay turing. Voy. Mana adasi. Kimdan SMS keldi? Bu yoqqa kecha men joyimga turchi. Qale, ko'rindimi? Yo'q. Men qayerdan bilaman kimdan kelganini? Muncha baqirasiz? Dilshoda. Hov, Ha, telefonimni zaryadga qo'yish kerak edi. bering. Sardor aka, mundomidi? Tushunmadim. Mundomidi? Bo'ldi, esimga tushdi. Rahmat. Mani ko'nglim sezgandi. Mana tegi ochildi. Mani yilim it. Kim u Guli? Nima deyapsan o'zingda o'zing? Mana telefonim. Guli dedingizmi kelin? Qanaqa Guli? Dadangga aytib qo'y, yoshiga yarasha qiliq qilsin. Oyingga aytib qo'y, o'zini olmasin. O'g'lingni xonasidan topib oldim. Ichyapti shekilli-ya. Aytib qo'y, agar yana bir marta ko'rsam o'tiradi. Ha? Uyda hech qayerga chiqmasdan. O'g'lim, tez qaror, yugur. Ha? Havoyi, tinchlikmi? Dadangga ayt, hozir serialim boshlanadi. Pultni bersin. Ma, o'zing berib qo'y. Men qara, men xotiningga aytib qo'y, kechqurun sekinroq baqirsin. Bo'lmasa nevaralaringizga aytib qo'ying, vaqtida uxlasin. Oyingga aytib qo'y, arazlamasdan joyida yotsin. Dadangga aytib qo'y, xohlagan joyimda yotaman. Voy, taksiga ketmay tursin, narsam qolib ketibdi. Oyingga ayt, o'zi shoshilyapmiz, kech qolamiz. Uydagilaringizga ayting, cho'rmasin. Oy, keliningizga ayting, vapshe aralashmasin. G'opporga bularga ayting, hammasi tez mashinadan tushsin. Bemor kapingisasining 2 soatdan beri qolib ketgan, qaysi tup o'yladi buni? Adasi chaqirdingizmi? Tushunarli. Uydagi dazmoldan bo'pti-da. Joyi ozgina achchiqroq damlabsan-da. Adasi, mamtiga analiz qani? Adasi, menga uzi kerak. Uzi? Seryozni? O'zing bilasan, shunda chap qo'lga qayrilganda ikkinchi xonada. Yo'q, emas. Qo'lga taqadigan uzi. Qachon berasiz? Qachon? Mana, dorilar. Yo'lni to'g'risiga o'tasiz. O'tdagi katta apteka bor, o'sha tonasi hop, yana pastigidan olib o'tirmang. Voy, uzoq-u. Ham dorilar rosa qimmat. Voy, dorilari yaxshi desang ham o'shanga qimmat. Yana xoling aptekasiga jo'natding-a? Pastda meni singlim bechara bekorga umid bilan dorixona ochib qo'yibdi. Uni ham yelkasiga shamol teksin. Baribir kelinsan-da. Haligi o'zixona shumi? Hov. Wow, takoy narsa ekan. Nima? Ha, bizda o'zichi erkak kishi bo'laveradimi? Ha, nima qilibdi? Qaytanga yaxshi-ku. Nima? Ha, o'pdi bordi. Chiqib tursinlar, uyalama. Yo'q, xo'p. Siz qayoqqa? Bular. Nima? Sardor nomoni bu uyda gaplashamiz.